Aka mana ona oldi do'st. Assalomu alaykum Jahon Choyxonasining aziz kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun Sirdaryo 7-sovxozdan kecha shashlikda o'ynab ketgan do'stimiz yana sheriklarini olib kelibdi. Xudo xolasa oshni ham bir ko'raylik debdi. Do'stlarimiz xudo xolasa 20 minutda, 20 daqiqada 1 kilo oshni 500 ming so'm yutib ketmoqchi. Do'stimizga omad. Mana vaqt ketdi, bosamiz. Kuylarim yetgan ekan. Ana ko'rib turganlaringdek 7-sovxozdan Sirdaryoda 7-sovxozdan kelgan 87 do'stlarimiz bir kilo oshni 19 daqiqada yeb oldi. Va'da qilinganda Jahon Choyxonasi 500 ming so'm pul do'stim. Va 500 mingga olasiz. Mana. Ana choyxona haqida bir fikringiz bo'lsa, har doimgidek bitta bildirib o'rasiz. Choyxonaga gap yo'q. Hamma narsalar zo'r ekan. Men shashligini yo'q, gap pulda emas. Faqat shu oshni ta'mini ko'ramiz deb mana shu jo'ralar bilan qiziqib keldik. O'sha do'mpakdagi gapda hammasiga javob Jahon Choyxonasiga. Kelinglar, yeb ko'ringlar, baho beringlar. Kelaverasizlar, har doimgidek Jahon Choyxonasi xizmatda.